Assalomu alaykum aziz qalb egalari. Bugun sizga juda oddiy, lekin yurakka tegadigan bir voqeani aytib bermoqchiman. Bir yigit bor edi. U har kuni kulardi. Atrofdagilar uni baxtli deb o'ylashardi. Lekin hech kim bilmasdi. Har kecha u yolg'iz qolganda yig'lardi. Bir kun u ko'chada ketayotib juda charchagan holda skameykaga o'tiradi. U osmonga qarab sekin dedi: "Ey Allohim, men endi kuch topolmayapman." Shu payt yoniga oqsoqol bir kishi kelib o'tirdi. U yigitning dardini so'ramadi, faqat bitta gap aytdi: "Bolam, Alloh seni sinayotgan bo'lsa, demak sen tark etmagan." Yigit jim qoldi. O'sha birgina jumla uning qalbiga umid olib keldi. Aziz do'stim, balki bugun siz ham og'ir kunlarni boshdan kechirayotgandirsiz. Shuni unutmang, har bir sinov abadiy emas. Har bir tunning ortidan tong otadi. Alloh sizni ko'rib turibdi. Siz qilgan har bir sabrni bilib turibdi. Umidingizni yo'qotmang. Chunki eng go'zal kunlar ba'zan eng og'ir sinovlardan keyin keladi. Alloh qalbingizga xotirjamlik bilan to'ldirsin. Amin. Agar bu hikoya qalbingizga yetgan bo'lsa, uni boshqalarga ham ulashing. Do'stim, Qalb nidosi oilasiga xush kelibsizsiz.